Assalomu alaykum qadrli shurli obunachilar, chorva mol qo'y ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Uchko'prik chorva bozoridamiz. Bugun realni sotilgan narxlardan yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz avvalida akalar bittadan like so'raymiz, like'larimiz bepul. Kim qayerdan ko'ryapti akalar yozamiz. Hafta kuniga shanba 21-fevral. Erta tongda mana bozorlarimiz boshlandi. Bu tomonimiz qo'y bozori. Bu tomonimiz asosan yosh, boqma, novvoslar. Mana bozorimiz kechroq boshlandi. Shamolga bozorlarimiz kechroq boshlandi. Mollarimiz siyrakroq. 12 million so'mga mana shu qo'yimizni savdosini qilishib turishdi. Berishgan yo'q. 12 million so'mga. Korpuslari yaxshi, bo'ylari 90 minus atrofida boqamiz. Aka nechi puldan bo'ldi? Qo'chqorlar 96 jupiga. Zo'r. Itlar yaxshi. 96 bo'ldi jupiga. Barakasini bersin. Nechi pulga chiqdi keyin bu novvos? 400 ming kam 13 millionga chiqib ketdi novvosimiz. Savdosini qilib turishdi, berishgan yo'q. Mana shu mijon ukamiz. Aka buni nechi pulga sotamiz endi? 14. Zo'r. Akamiz 14 million so'm so'rashyapti. Aka nechi pul bo'ldi? Sigir nechi pul bo'ldi aka? 26 qisir sigirimiz. Bu nechi pul bo'ldi aka? 11,5 qisir sigirlarimiz. Zo'r, barakasini bersin. Tog'a nechi pul bo'ldi? 11. Zo'r. Novvos. Bo'ylari 90 atrofida boqamiz. Barakasini bersin. Sigirimiz chiqib kelyapti akalar. Aka nechi pul bo'ldi sigir? 20 millionga beraman. 20 million. Qisirmi bo'g'az? Qisir. 20 millionga berilmadi. Qisir sigirimiz. Akam nima deydi? Xo'p, navbatdagi sigirimiz chiqib kelyapti. Aka sigir nechi pul bo'libdi? Akam sigir nechi pul bo'ldi? Voy, sotma. Qaytdimi? Qaytdi akalar. Sigirimiz qaytdi. Bolasi yo'q. Sog'in chekildi. Zo'r bo'lib, ayollari og'riq chekildi. Aka novvos nechi bo'ldi? 12 million 600. Zo'r, barakasini bersin. Bo'ylari 1 metr atrofida. 12,5. Aka sigirlar nechi puldan bo'ldi? 15 milliondan? 15. Voy, o, dahshat ovorsizlar. 15 bo'ldimi? Rasprodaja bo'lib ketdi-ya sigirlar. Aqaydigan sigirlar akalar 15 million bo'libdi. Qo'chqorlar nechi puldan bo'ldi aka? Endi taroziga kelyapti. Qani bismillah, barakasini bersin. 95. Qo'yvarim 95 kiloga. 95 kiloga. Bo'ylari 80 plus 85 atrofida. Nechi kilo bunisi? 83 kilo keldi. 83 kilo bunisi. Yaxshi, barakasini bersin. Aka novvoslar nechi puldan bo'ldi? Qancha? 463 million. 463 million. Zo'r, barakasini bersin. Ana ikkalasi. Bo'ylari 1.10 plus 1.15 atrofida. Barakasini bersin. 23 millionga nima deysizlar akalar? Yaxshi bo'ptimi? Aka sigir nechi bo'ldi? 23. Bolasi nima ekan aka? Novvoscha 23. Zo'r. Birinchi tug'ishga yaxshi mol olishdi. Novvoslarimiz chiqib kelyapti. Aka nechi bo'ldi novvos? 18 million. Zo'r, barakasini bersin. Bo'ylari 1.15 plus 1.20 atrofidagi novvosimiz. Yaxshi olishdi. Xo'p, navbatdagi buqamiz. Aka nechi pul bo'ldi? Novvos sifatlari zo'r ekan. Aka nechi pul bo'ldi novvos? Endi sotiladi. Sifatlari yaxshi ekan. Hayda sotiladi. 3 million 400 ga mana shu buqamiz baraka bo'libdi. Novvos. Bo'ylari 1.10 atrofida. Mollarimiz chiqib kelyapti akalar.
Aka nechi pul bo'ldi? 12 million. 12 million 400 boqamiz. Aka sizga nechi pul bo'ldi? 15 million. 15 million. Unojini 15 million so'mga unojimiz baraka bo'ldi. Bo'ylari 1.15 million. Novosimiz taroziga kelyapti. Aka nechi puldan berdingiz-ki buni? Nechi puldan bo'ldi aka? 177 kilo bu mashina to'xtadi. 76 kilo to'xtadi. Ha, mana 377 da to'xtadi akalar. Aka nechi puldan berdingiz-ki? Aka nechi puldan berdingiz? Nechi puldan berdingiz-ki aka? Nechi puldan? 62 dan. Zo'r, barakasini bersin. Zo'rg'atdan ishlaganmiz, 62 dan beribdi. Mana shu qo'chqor sotib, ipidan almashtirishyapti. Aka nechi pul bo'ldi qo'chqor? 73. Buni halayda so'yasdan, buni barakasini bersin. 1000 dollar. Nechi puldan bo'pti? 23 million so'mga baraka bo'ldi mana shu ikkalasi. Novoslarimiz. Bo'ylari 90 ga yaqin. Aka sigir nechi bo'ldi? 16 million 100. Qisir bo'g'oz? 7 oylik bo'g'oz. 16 million 100 ga baraka bo'ldi. Bo'ylari 1.15 kilo. Bozorlarimiz, tortimlar so'z akalar. Chiqishlarimiz sekin. Xaridor kam bozorda. 1.5 millionga mana shu novosimiz baraka bo'ldi akalar. Qancha bo'pti? 1.5. 1.5 million. Mana shu yerda akalar janjal bo'lib ketdi. Mana shu sigirimizni savdosi qizib ketdi. Mana shu sigirimizga savdo ketyapti akalar. Nechi pulga bordi? 200 kam. Qancha? 200 kam. 21 ga? 21 ga 200 kam so'rashyapti. Bolasi bo'ladi. Birinchi turishga. Savdo qilsida akalar. Nechi pul bo'ldi aka novoz? Mana bolasi, mana. Nechi pul bo'ldi ena bolaga? 27. 27. Boya ishlaydi. Mana shu novoz bilan Inas qisira buni. O'z sandak inas qisira buni. aka unoji nechi pul bo'ldi? 14 million 800. 14 million 800 bo'g'oz. 1 oylik, 3 oylik bo'g'ozda. Yaxshi olish. Savdo pishmadi akalar. 21 ga 200 kam hali ham. Kam beraman, yaxshi. Hey, shu 200 ming bo'lsa sanarish bo'laman. Nechi pul bo'ldi unoji? 10. Zo'r, barakasini bersin unojimiz. Bo'ylari 1 metr atrofda, 1 metr plus. Novoz sotdilaringmi? Nechi pulga? 12 million 800 mingga. Ay 12 million 800 ga boya tog'igami? Zo'r. Sigirimiz baraka bo'libdi 21 ga. 21 ga 200 kamiga so'rab turishdi. 21 ga baraka bo'libdi. Nima deysizlar akalar? Yaxshi bo'ldi menimcha. 21 ga bolasi unoji 1 oy 2 oylik atrofida. Enasini ham sifatlari yaxshi, birinchi tug'ishga. Bo'g'oz sigirimiz ham 21 o'ynayapti mana shunaqa sigir, bo'g'oz sigirlar akalar. 9 oy, 8 oyliklar. Yaxshi olishdi. Aka nechi pul bo'pti? Bugun yo'q, 21 yarim berilgan. 21,5 ga berilgan. Qisira? Qisir sigirimiz. Uga ro'zg'or bor bo'lsa, shunaqalardan olish tavsiya beraman aka. Nechi pul bo'ldi aka bu? Qancha? 15. Zo'r. Sizniki nechi pul bo'ldi aka? 7,5. 17,5 shved buqalarimiz. Ikkalasi ham bo'ylari bir xil. Birini eti yaxshiroq, biri eti aroqroq.
Harakasini bersin. Aka necha pul bo'ldi? Qancha? 16. Zo'r. Harakasini bersin. 16 million so'mga mana shu buqamiz baraka bo'ldi. Bo'ylari 1.10 kilos. Sifatlari yaxshi ekan, korpuslari yaxshi. Aka novasi necha pul bo'ldi? 20? Zo'r, barakasini bersin. 20 million so'mga baraka bo'ldi. Bo'ylari 1.15 plus 1.20 atrofida. Aka necha pul bo'ldi novas? Taroziga kelyapti ekan, taroziga. kilo. 472? 77. 477. Harakasini bersin. Qo'chqorlar necha puldan bo'ldi? Qo'chqorlar necha puldan bo'ldi aka? 10 million kelasi. Zo'r. Harakasini bersin. 15 bo'ldimi aka? 15 millionga novosimiz. Bo'ylari 1.15 plus. Taroziga qo'chqorimiz kelyapti. Jonivor. Hadi o'zing ko'rsatchi. 80 kilo. 80 kilo. Mana shu qo'chqorimiz. Garbonoslari ham yaxshi ekan qo'chqorimiz. Aka necha bo'ldi bu? 6. Zo'r, barakasi bersin. 6,5. Unojinimiz. Aka novoslar necha bo'ldi? 30 dan qaytdi. Bo'ylari 1.10 plus, 1.15 atrofida. 30 dan qaytdi. 5 millionga unojinimiz baraka bo'ldi. Aka necha puldan bo'ldi novoslar? Ana shular bilan. Necha puldan bo'ldi? 10. Zo'r. Boyagi novosimiz. Xo'p, akalar, hamma chorvasiga Allohim baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizda yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'yamiz. Shunda biz kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu yerimizda qo'y bozorimiz. Tomonimizda yosh boqmas novoslar. Tomonimizda g'unojinlar. Aka necha pul bo'ldi? 11,5. Sizga necha puldan qaytdi? Qaytdi, kattasi.